Shuning uchun doim aytamiz, botil ahli yetim bo'lar ekan. Biz bir odamni otasi o'lgani uchun ayblamaymiz, buni qo'ldagi narsa emas. Ba'zi johillar shunaqa gaplarimizni shunaqa deb tushunar ekanda, nimaga bir odamni otasi yo'qligi uchun ayblaysan deb. Subhanalloh. Hasha lillah, bir odamni otasi yo'qligi uchun ayblamayapmiz. Ma'naviy yetimlarni gapiryapmiz biz. Bu nima degani ma'naviy yetimlik? O'zida g'oya yo'q, o'zida tushuncha yo'q. Sen nimaga amal qilyapsan desa, ota-bobom deydi. Yetim odam qanaqa bo'ladi? Shu doim kimni ko'rsa otalikka og'iz kiyib yuradi-ku o'shani, men otam shu deb. Unda bir kamtik bor. Otalik hissiga to'ymagan u. O'shuning uchun kimni ko'rsa ota qilib keladi o'ziga. Botil ahlidan shunaqa, o'zida bir e'tiqod yo'q, fikr yo'q, yetim. Ana shuning uchun faqat otam degan gapdan boshqa bilmaydi. Ota-bobomiz, ota-bobomiz. Keyin aytdiki, "Va ma nahnu bitariki alihatina." Va biz olihalarimizni tark qiluvchi emasmiz. An qavlik sening so'zingdan kelib chiqib. An qavlik bi qavlik deydi ba'zi ulamolar, ma'nosi ya'ni sening so'zing sababidan degani, shu ma'no bitta. Sening so'zing sababidan, yoki sening so'zingdan kelib chiqib, biz olihalarimizni tark qiluvchi emasmiz. Mana bu ham hozirgacha shu botil ahlida bor odat. Endi sening aytganing bo'yicha deb boshlaydi. Hozir unday qilsak bunday bo'lish kerak ekanda. Ana shunaqa bahonalar. Bu sening gapingni kim gapiribdi? Bitta sening gapingni deb hozir shuncha odam shunaqa qilish kerakmi? Sening gapingga amal qilsak unday bo'lib ketadi. Sening gapingga amal qilsak bunday bo'ladi. Ana shu. Haqni sening gaping deydi. Ey, baraka topgur. Alloh hidoyat qilgur. Mening gapim emas u. Allohning gapi u, Allohning kalomi u, senga yetkazilinyapti. Ammo botil ahli Alloh bilan o'zining o'rtasidagi narsani, yo'q, siz bilan o'zining o'rtasidagi narsaga yuboradi. Mana ayni ana shu so'z mana shu yerda ham hozir qarang, u kishi kelib Allohning kalomini yetkazyaptilar, ular esa qavlik sening gaping deyapti. Oddiygina, yo'q bu sening fikring. Mana shunaqa hozir. Bu sening shaxsiy fikring deydi. Yo'q, bu Allohning kalomi desa, yo'q, u sening shaxsiy fikring. Mening fikrim unaqa emas deydi. Mening fikrim tarqamayman sening fikringni deb. Ko'rasizmi odamzodning bir xilligini? O'sha kasalliklar. An qavlik deb haq go'yoki Hud alayhisolamning so'zi emish. Bitta sening gapingni deb biz olihalarimizni tarqamaymiz deydi. Endi olihalarimiz deganda mana yuqorida aytgandek, ularda demak diyonat bor. Ular ateist emas. Lekin botil diyonat ya'ni. Shuning uchun payg'ambarlar shuni to'g'rilashga keldi. Uni boshqa oyatda o'tdik, mana darsning avvalida, A'rof surasida boshqa suralarda kelgan ota-bobolarimizning yo'lini degan ular. Bu olihalarda demak ana shu ota-bobolardan olgan. Ota-bobolari qayerdan olgan? Ota-bobolari bir paytlar solih odamlarning ramzini haykal qilib, o'shanga keyin sig'inib ketgan. Nuh qavmida ham shunday bo'ldi-ku, xuddi shu ssenariy takrorlangan. Quruq haykallar, ismlar. Xuddiki hozirgi mana Ubbadul Qubur, qabr qullari va Ubbadul Qusur, qasr qullari, biri pirini, biri podshohini qabriga, qasridagi haykaliga sig'inib yotadi-ku. Ana shunaqa bo'lib shirk boshlangan. Keyin shu ota-bobosining yo'lini tarqagisi kelmayapti endi. Shuning uchun doim aytamiz, botil ahli yetim bo'lar ekan. Biz bir odamni otasi o'lgani uchun ayblamaymiz, buni qo'ldagi narsa emas. Ba'zi johillar shunaqa gaplarimizni shunaqa deb tushunar ekanda, nimaga bir odamni otasi yo'qligi uchun ayblaysan deb. Subhanalloh. Hasha lillah, bir odamni otasi yo'qligi uchun ayblamayapmiz. Ma'naviy yetimlarni gapiryapmiz biz. Bu nima degani ma'naviy yetimlik? O'zida g'oya yo'q. O'zida tushuncha yo'q. Sen nimaga amal qilyapsan desa, ota-bobom deydi. Yetim odam qanaqa bo'ladi? Shu doim kimni ko'rsa otalikka og'iz kiyib yuradi-ku o'shani, men otam shu deb. Unda bir kamtik bor. Otalik hissiga to'ymagan u. O'shuning uchun kimni ko'rsa ota qilib og'iz keladi o'ziga. Botil ahlidan shunaqa, o'zida bir e'tiqod yo'q, fikr yo'q, yetim. Ana shuning uchun faqat otam degan gapdan boshqa bilmaydi. Ota-bobomiz, ota-bobomiz. Mana bular ham shunaqa deyapti. Ota-bobomizni olihalarini sening gapingni tarqamaymiz. Bu ham doim bo'ldi. Mana Makka ahli ham xuddi shunaqa da'volar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi chiqishdi. Demak, din ana shu ota-boboning botil yo'liga qarshi haqni tanlash. Ota-bobong to'g'ri bo'lsa to'g'ri, to'g'risiga ergashaver, lekin noto'g'ri bo'lsa yo'q, tark qilsan ota-bobong yo'lini. Milliyligimiz deydi hozir mesela. Milliy qadriyatlarimiz deydi. Ayni mana shu gaplar. Keyin aytdiki, "Va ma nahnu laka bimu'minin." Va biz senga mu'min emasmiz. Iymon ikki xil ma'noda keladi Qur'onda. Birinchisi istilohiy iymon. Bu ko'pincha be bilan keladi. Allohga iymon keltirish deydi. Masalan, amantu billah be bilan keladi. Endi lug'aviy iymon bor, u ishonch ma'nosida, tasdiqlash ma'nosida.
u lom bilan keladi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Va ma nahnu bika bimu'minin demayapti. Va ma nahnu laka bimu'minin deyapti. Demak, bu yerda islohiy iymon haqida gap ketmayapti. Lug'aviy iymon, uki tasdiqlash. Biz seni tasdiqlovchi emasmiz demoqchi ular. Mana Yusuf surasida ham o'tdik-ku buni. Va ma anta bimu'minin lana deydi. Siz bizga mu'min emassiz deydi akalar, otalariga qarab. Bu nima degani? Bizni tasdiqlovchi emassiz. O'shuning amanalahu Lut deydi mana. Ibrohimga Lut uni tasdiqladi. Maqsad iymon ikki xil bo'lar ekanda, u bi bilan kelsa istilohiy iymon, unga iymon keltirish ya'ni. Lom bilan kelsa u lug'aviy iymon, uni tasdiqlash. Hozir bu yerda qaysi biri? Mana shu ikkinchisi. Biz senga iymon keltiruvchi emasmiz demayapti ular. Bu ma'lum. Biz senga ishonmaymiz o'zimman deyapti. Demak, seni biz rostgo'y demaymiz. Sen kazzobsan demoqchi ular. Seni kazzob deymiz biz. Va shunday deyishgan ham bu boshqa oyatlarda keldi. Mana bu ham doim aytamiz, haq bilan botil o'rtasidagi kurashning alomatlaridan haq ahli kelib botil ahlini muftarun tuhmatchisizlar deydi. Va botil ahli kelib haq ahlini mana shu sen tuhmatchisan deydi. Vazifa ikki toifaning ham hayot yo'liga qarab, qaysi o'z tuhmatchilik bilan ta'minlangan, qaysining dalili bor, qaysi quruq ota-bobom deyapti. Ana shunga qarab odam bilib olishligi kerak.